Assalomu alaykum, hörmətli televizor ko'rguvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men İftixar Abdurashid. Hörmətli ko'rurmanlar. Tövəndə diqqətinglar kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. Xitoy hukumatining alayda o'rinlashtirishi bilan 8 yanvar kunidan e'tiboran Sharq Turkistonda ziyoratda bo'layotgan atalmish Dunyo musulmonlar jamoati kengashi o'mikining Xitoyning Sharq Turkiston xalqiga qarta rəhimsizlik yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyat qarshi jinoyatlarni oqlashga urinishi va Xitoyning xalqaro jamoatchilikning qattiq norozilik uchrayotgan Sharq Turkiston siyosatini maqtab ko'kka ko'tarishi chet ellarda yashayotgan Sharq Turkistonliklarning qattiq g'azabini qo'zg'adi. Bir qancha kundan buyon har qaysi ellarda faoliyat ilib berayotgan Uyg'ur tashkilotlari, siyosiy faoliyatchilarimiz va avom xalqimiz bas-basda bayonotlar e'lon qilib, Xitoyning jinoiy qilmishlariga sherik bo'lgan va musulmon dunyosida hech bir o'rni ham ta'sir bo'lmagan atalmish Dunyo musulmonlar jamoati kengashiga bo'lgan qattiq noroziliklarni ifoda qilib kelmoqda. Dunyo Uyg'ur qurultiyi bu munosabat bilan bayonot e'lon qilib, Dunyo musulmonlar jamoati kengashini qattiq aybladi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Ayso apandi bayonotida mundaq deb ko'rsatdi. Dunyo musulmonlar jamoati kengashining bu tashviqot ziyoratiga qatnashganligi va hozir Xitoy hukumatining bayonotini yangirtayotganligi kishini g'azablantirdi. Bu Dunyo musulmonlar jamoati kengashining Xitoy hukumatining qo'lida azob uqubat chekayotgan millionlagan musulmon qarindoshlariga xiyonat qilganligidir. Hamda bu ularning asosiy nizomnomasiga zid keladi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Ayso apandi bu vaqtda matbuotlar qilgan so'zida dunyo jamoatchilikni, musulmonlar ko'p sonliqni egallaydigan davlatlarni, islom diniy yetakchilari va ulamolarni hamda butun musulmonlarni Xitoy hukumatining Uyg'ur va boshqa turk musulmon xalqlariga qartilgan vahshiyona jinoyatini qat'iy ayblashga chaqiriq qildi. Xabarlardan ma'lum bo'lishicha, Arab Birlashma Xalifaligi, Saudiya Arabiston, Misr, Suriya, Bahrayn, Bosniya, Tunis, Serbiya, Janubiy Sudan, Mauritaniya, Indoneziya, Kuveyt, Iordaniya, Omandan iborat 14 davlatdan tashkillangan atalmish 30 dan ortiq islom diniy sohasidagi diniy zotlar, olimlar va muxbirlarni o'z ichiga olgan ziyorat o'migi Xitoyning taklifi bilan 1-oyning 8-kuni Urumchiga yetib kelgan. Xitoyning dunyoning va islom dunyosining ko'zini bo'yashni maqsad qilgan bu qitimliq ziyorat o'migiga atalmish Dunyo musulmonlar jamoati kengashining raisi, tegidan Xitoyparast bo'lgan Ali Rashid Nuaymi yetakchilik qilgan bo'lib, u Xitoyning tashviqot vositalariga so'z qilib, Xitoyning terrorlikqa qarshi turish va asabiylikni tugutish uchun ko'rsatgan tirishchanligi hamma qo'lga keltirgan muvaffaqiyatlarini to'liq qo'llaydiganligini, shundaqla muayyanlashtiradiganligini bildirgan. U mundaq degan: Biz Şinjandagi musulmonlarning baxtli turmush kechirayotganligini, ularning diniy e'tiqod erkinligidan to'liq bahramand bo'layotganligini ko'rib, nihoyat xushal bo'ldik. Şinjang televiziyasida ko'rsatishicha, Mauritaniyadan kelgan atalmish yozuvchi olim Bahro Abdullah Sayid Şinjangdagi har qaysi millatlar o'rtaq holda parlaq madaniyat yaratibdi. Shuning bilan birga biz yana Jungoning ko'p millat madaniyatini qo'g'dash va hurmat qilish jihatda qanday xizmatlarni ishlaganligini ko'rdik. Bu Birleşken Devletler Teşkilatı Ma'rif Fen Medeniyet Teşkilatı'nın medeniyetini qo'g'dash va ilgari surish asos maqsadiga tamamen uygun deb chalvo qilgan. Navbatda Xitoy tarafidan tashkillangan bu ziyorat o'migining Urumchidan boshqa yana Oltay qatorliq manzaralik joylarda sayohat qildirayotganligi ma'lum. Xitoyning Uyg'ur irqiy qirg'inchilik siyosatini yepishga qo'lchimoq bo'layotgan bu atalmish musulmon olimlar o'mikining irqiy qirg'inchilikning ziyonkashligiga uchrayotgan Uyg'urlarning faryodiga, shundoqla dunyoning tanqidiga pisand qilmay, Xitoyning ko'zbo'yamchilik tashviqotlarida rol o'ynayotganligi Uyg'urlarni g'azablantirib qolmay, butun dunyo jamoatchilik tarafidan kuchli tanqidga uchramoqda. Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining raisi, Uyg'ur kishilik huquq qurilishining direktori Ömer Qanat apandim boshchiligidagi hay'at navbatda Amerika Davlat Majlisida muzokara bosqichida turayotgan Uyg'urlar haqidagi qonun loyihalarining tezroq ma'qullanib rasmiy qonunga aylanish qadamini teziltish, hozirgacha ma'qullangan Uyg'urlarga munosabatli qonunlarning to'liq ijro qilinishini qo'lga keltirish, Xitoyning Uyg'urlar qaratgan irqiy qirg'inchiligi va chegara halqagan bostirish siyosatlarga qarshi Amerika hukumatining jiddiy qonun tadbirlarini yo'lga qo'yishni qo'lga keltirish maqsadida 1-oyning 10-kunidan e'tiboran Amerika Davlat Majlisida yangi yillik lobby faoliyatlarini rasmiy boshladi. Shu kuni Biden hukumatida kuchli ta'sirga va nopozga ega bo'lgan senator Joe Manchin apandimning yordamchilari bilan ko'rishib, yuqorqi masalalar haqida atrofli suhbat ilib bordi. Ömer Qanat apandimning istansimizga bildirishicha, ularning Amerika Davlat Majlisi a'zolari va ularning yordamchilari bilan bo'lgan yuqorqidagi uchrashlari bundan keyin uzluksiz davom qiladi.
2023 yılının Uyg'urlar uchun xalqiliq bir yil ekanligini ta'kidlab o'tgan Ömer Qanat apandim Xitoyning Sharq Turkiston xalqiga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligining va insoniyat qarshi jinoyatlarining xalqaro jamoatchilik tarafidan qabul qilinganligini, Xitoy qarshi xalqaroliq besimni yanada oshirib, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'sib qilishining Dunyo Uyg'ur qurultayining 2023 yillik eng asosli xizmat nishonlarining biri ekanligini ifoda qildi. Amerika Avam Palatasining yangidan saylangan raisi Kevin McCarthy Avam Palatasida Xitoy tahdidiga qarshi Xitoy ishlari alayda komiteti qurilganligi munosabati bilan Twitterda uchur yo'llab, Amerikaning Xitoyda davomlashayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatiga qat'iy qarshi turadiganligini bildirgan. Kevin McCarthy 10 yanvar kuni yo'llagan bu Twitterda mundaq degan: Cumhuriyetçiler rehberlikidagi Avam Palatasi Xitoy Kompartiyasiga qat'iy qarshi turadi. Xitoyga tayinishni oxirlashtiramiz. Kommunist Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyatiga qarshi turamiz. Dövlətimizin xavfsizligi və iqtidarçılıq hüququnu qoğdaymiz. Kevin McCarthy 10 yanvar günü Avam Palatası Xitay Alayda İşlər Komiteti qurulğanlığını elan qılğanda sözləyən nutqida Amerika Avam Palatasıdakı hər iki partiyanın birləşib Xitay Kommunist hökumətinin dunyoga, Amerikaga selayotgan tehdidiga birlikdə qarşı turish kerakligini, Xitay İşləri Alayda Komitetining bu jihatda muhim rol o'ynaydiganligini bildirgan. 10 yanvar günü Amerika Avam Palatası Tashqi ishlar komiteti raisi Michael McGovern Avam Palatasida Xitoy İşləri Alayda Komiteti qurulğanlıq munosabati bilan bayonot berib, mundaq degan: Xitoy İşləri Alayda Komiteti bizning Avam Palatadagi Xitoy İşləri Alayda xizmat gruppasi ustiga olgan muhim xizmatlarni davomlashtiradi. Buningdan keyin Cumhuriyetçiler ko'p sonni egallagan Avam Palatasining Xitoy Kompartiyasini tehditlab ko'rdiganligi va uningga kuchli diqqat qildiganligini ko'rsatadi. Mazkur komitet yana Avam Palatasidagi demokratlar uchun Xitoy Kompartiyasiga qarshi kurashga qatnashish fursati sunadi. Amerika Avam Palatası Tashqi ishlar komiteti to'g'rida e'lon qilingan bu bayonotda ko'rsatilishicha, Amerika Avam Palatası Xitoy Ishlari Alayda Komiteti ilgirki Xitoy Ishlari Alayda xizmat guruhi asosiga qurilgan bo'lib, mazkur komitetning yangi saylangan raisi Mike Gallagher o'zining kelgusi bir necha yilda Amerika Avam Palatası Tashqi ishlar komiteti bilan zich hamkorlashib, Xitoy Kompartiyasining tahdidiga qarshi kurash qildiganligini bildirgan. 8 yanvar kundan etibaran Sharq Turkistonda ziyoratda bo'lgan atalmış Dünya İslam Cemaatleri Kengashi vakillar o'migining boshlig'i, islom dunyosida hech bir ta'sir bo'lmagan mazkur tashkilotning raisi Ali Rashid Al-Nuaymining barcha dinlarning ashaddiy dushmani, Sharq Turkistonda muqaddas islom dinimizga qilmagan haqoratlari, buzg'unchiliklari, dafsanchiliklari va Sharq Turkiston musulmonlariga qilmagan ziyonkashliklar qolmagan kommunist Xitoy hokimiyatining Sharq Turkiston siyosatini qo'llab e'lon qilgan bayonoti Amerikadagi Amerika İslam Munosabatlar Kengashi hammaga adolat qatorliq musulmon tashkilotlarining qattiq noroziligini qo'zg'adi. Atalmış Dünya İslam Cemaatleri Kengashi tashkilotining to'g'rida e'lon qilingan uchurda ma'lum bo'lishicha, Al-Nuaymi atalmış Uyg'ur avtonom rayonlik doiralar bilan o'tkazgan suhbatda biz Xitoyning Xinjiangda terrorlikqa qarshi turish planini muvaffaqiyatli tamomlaganligini tabriklaymiz. Shundaqla yana biz Xinjiangda ko'ngil bo'lish saviyasi Xitoy rahbarligining rayondagi xalqlarning barliq sohalarga xizmat qilishdagi qat'iy niyatining konkretlashganligini bayqadik degan. Lekin Amerika İslomiy Munosabatlar Kengashi Erkin Osiyo radiosi orqali Al-Nuaymining so'ziga inkos qaytirib, uning so'zining kishini qattiq afsuslantirganligini va reallikni burmilganligini bildirdi. Amerika İslomiy Munosabatlar Kengashining hukumat ishlariga mas'ul direktori Robert McGow 10 yanvar Erkin Osiyo radiosining ziyoratini qabul qilib mundaq dedi: Uning bayonoti kishini bek afsuslantirdi. Shundaqla reallik burmalangan. Bu Arab va musulmon rahbarlari Xitoy davlatining o'rinlashtirishdagi tashviqot ziyoratiga qatnashib, Uyg'ur va boshqa turkiy as-sonliq millatlarga nima ishlar bo'layotganligiga qarata burmalangan qarashlarda bo'lgan. Biz bu musulmonlarning izchil nazorat qilinayotganligi, turma lagerlarga solinayotganligi, majburiy emgak silinayotganligi, jismoniy va jinsiy xo'rlashga uchrayotganligini bilamiz. Uning bayonoti Uyg'ur va boshqa turkiy as-sonliq millatlar yashayotgan reallikka mos kelmaydi. Robert McCowning aytishicha, musulmon o'limolari vakillari Xitoyni ziyorat qilganda davlatning tashviqot xarakterlik ziyoratlarga qatnashmasligi, Uyg'urlar tortayotgan iztirobning realligini ko'rish kerak ekan. Robert McCow mundaq dedi: Shuning uchun BDT, Yevropa Ittifoqi, Amerika va Amerika musulmon jamiyatlariga o'xshash guruhlar va tashkilotlar buni irqiy qirg'inchilik deb bekitdi. Bu aktiv davom qilayotgan jismoniy va madaniyat jihatdan yo'qotish, shundaqla musulmonlarning ibodat o'rinlarini va tarixiy izlarini dafsan qilish ham yo'qotish harakatidir. Şoň bu ziyorat ömikining bayonoti reallikka mos kelmaydi. Amerika İslomiy Munosabatlar Kengashi musulmon rahbarlarini Xitoyga borganda davlat doiralarining kontrolida bormaslikka, davlatning tashviqot ziyoratlariga qatnashmaslikka va iztirob chekayotgan Uyg'urlarning realligini ko'rishga chaqirdi. Amerikadagi Hammiga adolat nomli musulmonlar tashkilotining aytishicha,
Xitoy bu ziyorat orqali o'zining Uyg'urlarga qilayotgan ziyonkashligini yepishni maqsad qilmoqda ekan. Hammaga adolat tashkilotining raisi Imom Abdumalik Mujohid 11 yanvar Erkin Osiyo radiosining ziyoratini qabul qilib mundoq dedi. Oldi bilan Uyg'ur va Xitoydagi ko'p qismi musulmon bo'lgan boshqa etnik millatlarga nima ishlarning bo'layotganligida musulmon dunyosini qaymoqtirish Xitoyning bir vazifasi. Men o'zim Uyg'ur xalqining ziyonkashlik uchirganligining bir shohidi. Men o'zimmi nimaning rost, nimaning Xitoy tashviqot ekanligini ayirishda qiynalaman. Xitoyning bu xil ziyorat o'maklarini tashkillashidagi maqsadi bo'libmi Uyg'urlarning terrorlik, radikallik va bo'lginchilikka qarshi turish nomida ziyonkashlik uchirayotganligini yepishdir. Imom Abdumalik Mujohidning aytishicha, agar Sharq Turkistonda ziyorati bo'lgan bu diniy zotlar haqiqatan samimiy bo'lsa, endi chet eldagi Uyg'urlar bilan ko'rishib, ularning oila a'zolariga nima bo'lganligini anglab beqish kerak ekan. Imom Abdumalik Mujohid mundoq dedi. Xitoy o'zining taratqularida 30 dak islom ulamosining ziyorati bo'lganligini aytib lekin men ularning ichidagi 6-7 kishidan boshqalarining ismini topolmadim. Balkim ular diniy ulamo emas, hukumat amaldorlari bo'lishi mumkin. Mening ziyoratda bo'lgan kishilarga beradigan tavsiyam shu. Birinchi, endi bu kishilarning chet eldagi Uyg'ur musulmonlari bilan ko'rishib, ularning oila a'zolariga nima bo'lganligini anglab beqishdir. Ikkinchisi, men Arab Birlashma Xalifaligiga joylashgan Dunyo musulmonlari jamoatlari kengashini Amerikadagi musulmon imomlari bilan dialog qurishga chaqiraman. Amerikadagi 300 imom va diniy adib birlashma bayonot e'lon qilib, Uyg'ur musulmonlarga hamdamda bo'lganligini e'lon qilgan. Balkim bu dialog orqali Xitoyning deganlarining uning tashviqotining bir parchasi ekanligini, haqiqatning ularning ko'zida yoshiringanligini tushunib olish mumkin. Lekin Amerikadagi ba'zi mutaxassislarning qarashicha, navbatdagi vaziyatda Sharq Turkistonni ziyorat qilgan musulmon ulamo va adiblar yoki bekgol bo'lishi mumkin va yoki ularning durustligiga savol qo'yilishi kerak ekan. Amerikaning Washington shahridagi aqllar omborlaridan Cato institutining oliy tadqiqotchisi Mustafa Aqyo'lning qayd qilishicha, musulmon dunyosi Uyg'urlar masalasi kelganda uni ko'rmasga silishdek axloqiy jihatdan qabul qilg'ili bo'lmaydigan bir pozitsiyada ekan. Mustafa Aqyo'l mundoq dedi. Afsuski, musulmonlar Xitoydan oldigan manfaat uchun Xitoyning Uyg'ur musulmonlarga solgan ig'ir zulmi va irqiy qirg'inchiligini ko'rmasga salmoqda. Xitoy undaq ish yo'q desa, shuningga ishonishni xohlamoqda. Xitoy bilan munosabatni yaxshi tutish ularning manfaatiga uyg'un kelmoqda. Uning ko'rsatishicha, yana bir qism musulmonlar dunyoda eskilikni faqat g'arblar qiladi degan ideologiyalik bir taraflamalik ichida bo'lib, Rossiyaning Qrim tatarlariga, Xitoyning Uyg'urlarga qilganlarini bilsa-mu, faqat Falastin masalasini masala deb qarmoqda ekan. Mustafa Aqyo'l mundoq deydi. Albatta bu masala muhim bo'lsa-mu, ammo uni so'zlashning bir badali yo'q. Lekin Xitoyning zulmini so'zlash, hatto Xitoyning tashviqotiga gumon qilishning bir badali bor. Chunki Xitoyning iqtisodiy kuchi kuchlik. Musulmonlar uning iqtisodiy kuchidan foydalanishni o'ylaganlik uchun Uyg'urlar masalasida axloqiy jihatdan qabul qilg'ili bo'lmaydigan bir pozitsiyada. Aziz ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kundalik xabarlar programmasini sundik. Keyin qitimliq sonimizda ko'rishaylik. Omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.